masalan bor aka, sovri yo'qmaydi. 60 ga berasan men. Yo'q, bermayman. Bitta qo'y berdingchi, bitta mart bo'lib berding. Ishonmaysiz aka menga. Qara. Bo'ldi, kechdim sizdan. Kechma qo'y. 60 qilishdi. 60 qildi endi bitta aka kelib. 60 ga semiz qo'chqorda. Bering aka 60. Bugundan keyin aytmayman endi sizga. Aka 63 ga bering. 60 qilyapti. 62 deyishadi doktor. Bugundan keyin sizga aytmayman endi. Husanboy. Bir mart bo'ldi. Men ber sizga aytdim, endi kechdim dedim bu sizdan. Kechdim nimaga kelsa yomon bo'ladi. Qancha, menga qara, pulni o'zingni ham sotib olasan. Xafa bo'lmaydi. Siz bo'pti, o'zingiz. O'zingiz o'zingiz. Men aka Ba'da qatda bo'lyapti. Aka buni 67 bering bo'ldi. 68 bermang, 67 bering. qo'yasanmi 67 ga beraman. 7 desam jildingiz. 67 bering bo'ldi mana. 60 ga Yati akayi. bor. Sotuv. Bo'lishadi hoji bo'lmaydi, bering. Qo'ydi kilasi ham bor aka. Qolgan 50 kilo yuki bor. Bir yosh qo'y masalan aka, qo'zmas aka. Qo'zsi bermayapti aka 3 million masalan. U qo'ydi qo'y. O'zingnikini gapirib, borini ber. Mana borida martman mana 7 dan silayman 6,5 so'm sotaman. Sen 6,5 o'tib ber, o'rniga. Ber o'tib ber. Endi 5,5 mi mo'ljalaga berasiz 5,5 ga? 62 qilyapti, berganim yo'q. 62 ga. Qaysi biri o'zi? Mana. Semiz olmasmi? Bering aka. Hojiboyga bering. Bitta qo'y aka. Qo'yni ko'rdingizmi? Qo'y yaxshi ekan. Qo'y semiz ekan aka, bo'ldi. Bering aka. Yo'q, hozir tushmaydi. Qaryon, bakay. Taroziga tortib o'ylamasa tushmaydimi taroziga? Olmayapti. Tarozi 90 ga beraman. Ya 90 80 minnat qilyapti. 8 dan berganim yo'q. Peshanamiz, singamiz ham 63 keladi. Yo'q, Hojiboyga 100 ming bo'lsa so'ramayman. 50 mingni gapi, 100 mingni gapirasan. O'z rasvotimga yetmaydi, Hojiboy 130 ming rasvot. Bilaram, rasvot ketadi. 500 kilometr o'ldirib kelyapman. Bilaram, yelkasiga olib ketmaydi, rasvot. Endi masalan, Boshqa qo'shalmaydi. Desang shu, boshqa qo'shal. Bering bo'ldi 150 mingga. qo'shganingiz yo'q. O'zi 60 kilo qo'shib qo'yapsiz aka, masalan. Davay aka, voy video cho'zilib ketyapti. Boy, ehsonga. Yo'q. Bu aytgan narxlariga sotishar ekan, tushmaydi. Ketdik. Mana qo'chqorlarni zo'rlar akalar, xudo xolasa. Yerda 4 million 680 mingdan bari. Aka nespul pulini bilib qo'yaylik. 6 ming aka 7 dan o'tib beramiz. 7 dan kam bor. 5,5 dan ketdi baribir, 5,5 dan Aldama. deylar. Huquqimizni qimmat qilmanglar, 5,5 dan. Mana akalar, Gapirma. bu juda katta qo'chqorlar, 7 million so'mdan. Katta, bular suchgan ketyapti. Qo'y bozorlar bo'lyapti akalar. Chiroyli qilib videolarni beramiz. Ko'ringlar, bittadan like bosib, xohlasa qo'llab turasizlar. Biz videolarni boshladik. Qo'ylar nisbatan arzon bo'lsa, akalarimiz nomerlarni olib ketaman, telefon qilaverasizlar bexijolat. Nech pullar aka bular? Nech pullar aka? Olamiz o'zingiz. Charchamang aka. 6 milliondan kilolar necha kilo bularni? Kilolar 80 kilo. Живой весik. Qo'y berasiz taroziga? Qo'y beraman. Nech pul? 80 ming. 80 mingdan tushaveradi. 80 kilo keladi mana shu qo'ylar, ha? 80 kilo. Endi misol uchun turishiga olmayman deganlar tortib olsa, ziyon ham qilmaydi. Nima yegan aka bular? Bug'doy. Ish qilayman. Bug'doy, makka, kipak, kunjara, sho'lqa. aha. Bular qo'ziligida olayimlanganmi? Oyoq ishib qolmagan ekanda. Nechta soni? Usta bun davomi ham bor ekanda. Bitta usta chiqmaydi menimcha, bir 50-60 tacha bormi bu yerda? Yo'lda 80 ta. 80 ta chetdami? Nechi nomer aka? Mana shu kelib olib ketaverasizlar, mana shu qo'chqorlar. Kashtan svet. Narxlar yaxshi, misol uchun so'ygani bo'lsa, kelinglar, buni tavsiya beraman, aytdim-ku, narxi yaxshi bo'lsa nomerlarni olib ketaman. Qimmat bo'lsa olmayman nomerdan, xafa bo'lmaysizlar akalar. Nechinchi nomerda? 99lik 99lik 640 640 0114. 0114 ha? Bo'ldi. Ismim Zohidjon. Zohidjon. Bo'ldi.
uch qo'llarda zo'rlar akalar mana bo'lsa. Boshorasizlar. Solchan haqiqa marosimga bo'lsa 80 mingni hayron qilib kelishtirib berishadi, to'g'risi. Mana shu yerga qo'radim. Qaysi savdo bo'lyapti? 10 kun bo'lsa, qarang, 10 kun bo'lsa ishlataman pul. Nechtasi? Bir dona. Bering aka, bir dona aka. 7 kunlaring o'tib beraman, 6,5 siylayman aka. Manga qara, nima? Masalanda 6,5 ustida bo'lsa tamam. 6,5 pastda ber. 5 ga jitcha yurib berishsan, ozgina. 6,5 pastda berasan. 62 dan 5 tasini berganim yo'q aka. Bermaganga ber. Masalanda aka. Unda 5 tasini berganim yaxshi aka. Men xudoga tushmaydi aka. Xolosa mana akalar, jitcha bugun savdolar past mana nimagadir. Odamlar kam kelishgan bugun, o'zi soatam 10 bo'lyapti. Mana savdo-savdolar nasha akamiz trendda bo'lyapti sekin. odamni bo'lmadi, 15 olamasdan yo'qmish. Bironta inson bitta qo'ya olgani ko'rganim. Voy, endi arg'amchisini bepul tashib ketmaydi, hamma sotib olgan aka. Nech puldan akam bular? 6,5 dan kam bor. 6,5. Ke aka, ke mana. Aka, qo'lim qolib ketdi. Qo'lda olib qo'yavering aka. Qancha so'rashyapti hozir? Tamam, vaqtni oling, 6,5 kam bor jinday. Bularchi? 100 kam 6 ga bo'lmayapti. 100 kam 6 ga. Chiqarib ko'rinda unaqa 100 ta qo'ydan bitta chiqadi. Aka nech puldan bular? 6,5 kam bor. Qo'yoqsi yo'q. Quyuq 6 dan beraman. 5,5 danchi. O'shani 59 qilishyaptimi? Mana bu vaqtda 59 qilishyapti. Boqiydiganda hali semiz emas o'ta. Bularchi yosh qanaqangi? 2 yashar, 2 yashar. Hammasi. Hammasi 2 yosh. Zo'r. Aka nech puldan bu qo'ydilar? Sobek, qanday charchamay, salomatmi? O'zi yaxshimi aka? Charchamay. Qo'ziga o'tib ketdilarmi sizlar? O'ziga o'tdi. Sobek bir yerga bo'lsa borku. 3,5 ming so'mdan ket. Soni. Nechta soni? 15 dona. 5. 15 ta. 3,5 milliondan deyapsizmi aka? Qo'ylar ko'rasizmi? So'ng chista qashdan qo'ylar, qashdan. Qo'ylar. Sari qo'ylar. Shuga qancha qo'shib berishsin berasiz 3 millionga. Hammasini bir. 37 qildim Sobek. Sari yaxshi ekan. Sari yaxshi, bitta o'zini 3 million 700 ming so'm tutadilar mana. 4 oylik atrofida, 5 oy. 4 oy 5 oylik atrofida qo'ydilar akalar. Katta qo'ylar olib kelmay qo'ydilar. Katta qo'ylarga boradi. Hali bora. Haytda keladi, haytda. Haytdami? Quruq haytga keladi, xudo xolasa. Pog'ni semiz qo'y to'lib ketsa kerak. 10 tovari sotib yubordi ertamasan. Bularda. Yo'q, katta. Ha, katta nech bilan berdilar? 6 million 700 ming so'm. 6. Katta qo'chqonlar ekanda. 85-90 kilolik qo'ylar ekanda. Zotga oldi, zotga. Zotga olishdimi? Namanganlik akalar. Namanganlik akalar. O'zi hamma qo'ylar Namangandayu. Nechi nomeringiz? 93lik. 93lik 839 839 37 3797. Bo'ldi mana akalar, kelib olib ketaverasizlar. Qo'ylar yaxshi qo'ylar ekan. Sog'lom-a yeb ishlari? Behadolat-a? Bo'ldi. Hojibash qo'yni olib berasiz kelib o'zingiz. 5 pulni o'zini ochib qo'ydi. 63 qildim, to'g'rimi? 63. 64 ga qo'l qo'shaylik dedingizmi? Ana. Rabzi bor. Yo'q, shoshmay turing. 64 ga qo'l qo'shaymi dedimi? Aytdingiz yo'qmi? Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa ideal ko'rim yemlarimizdan o'zim buqamga beryapman. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa hamma yo'nalishga bor. Sigirlarki, mana bunisi sigirlarni sutini yog'lilik qilib beradigan. Hamma 40 kilo odam bo'lardi. Bularniki qo'ydagi mana kelar. Bularki qo'ylar.
Bu chayni sodasi, bu tirik kalsiysi, bu velafosi sigir, bu sigirdagi, bular qo'ylardiki. Qo'ylardiki mana ba'da ham bor ekan. Xudo xolasa akalar. Men o'zim mana shu buqa yo'nalishga o'tdim. Mana shu buqalar bo'rdoqqa deganini mana shulardan beryapman. Obid akamizdan Xudo xolasa olib beryapmiz. Endi bugundan boshlaymiz. Bugun chiroyli qilib berib, narxi, qolgan ma'lumotlari, buni tarkibi, qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, Obid akamiz o'zlariga telefon qilaverasizlar. Obid akamiz o'zlariga telefon qilaverasizlar. Mana o'g'ilchalari Muhammad Ali, siznikichi? Muhammad Bilol. Mana shu ikkala o'g'ilchalari Xudo xolasa mana shu do'konimizda bo'lishadi. Kelib, yuklashib yuborishadi. Bexijolat kelib olib ketaverasizlar. Manzil Kasmonavda turibdi, Qo'qon shahar Kasmonavda. Do'konchalarida turibdi. Mana shu kelib olib ketaverasizlar. Buqa, qo'y, velafoslari, chayni sodasi, kalsiysi, hammasi sigir, qo'y yo'nalish hammasiga bo'lar. Ideal ko'rim yemlar. Natijalarni o'zim kelib chiqarib turaman, buqalarimni o'zim chiqarib turaman. Obid akamiz yo'qlar, 1-2 kunda kelib, poni to'liq arzor bularni tarkibida nima borligini ham chiqarib beramiz akalar. Zakaz beraverasizlar, mana bexijolat, ishonarli, zo'r mahsulotlar. O'zim berib turganim uchun tavsiya qilaman.